Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana bir ustanobkamiz o'zlarimizning Bag'at tumanida bo'ldi. Kukunli mebel ishlab berdik. Kukunli mebelni ko'rishingiz mumkin. Kashmir svet bilan oq svetda bezurishga variantda ishlab berdik. Mebelimiz o'rta qismlari qora svetda bo'ldi. Bezurishga variantda mebelga baho beraverasizlar. Mebelimiz общий mebelimiz 12 million so'mga bitgan. 1 metrini 3 million so'mdan ishlab berdik. 4 metrga joylashgan oshxona mebelimiz. Mebel bilan qisqacha tanishtirib o'tsam, ko'rishingiz mumkin. O'rta qismi qora svetda, eng yaxshi eran stollardan qo'yib berdik. Mexanizmlardan kelsak, tandem bo'ladi. Ichki qismlari endek materialdan bo'ladi. Davutchikli bo'ladi. Bellari 100% puxa plastik ishlari bilan birga osma qismlarini ko'rishingiz mumkin. Baland to'liq qator polkadan qo'yib berdik. Balandki qismlari ham dopozoliq, zazorkami, cho'tko'liq mebelni joylashtirdik. Bellarında full moykalarını işletip verdik. Görüşünüz mümkün. Sular takılmadı. Bellarında şu şirkelerini koyup takıp verdik. Pes kısımlarına kesek. Mısır dişleri gaz unlarını yerleştirip bellarına bitişkelerini takıp verdik. Mebelimiz şu variantta bulup çıktı. Mebelimiz görüşünüz mümkün. Soft materyal, soft oldu. Glansiyonumuz elizi, parmağınızı kalmayın. Mexanizmlerim davutchikli, eng yaxshi mexanizmlardan qo'yib berdik. Mebelimiz shu variantda bo'lib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kommentariyada, ofitsianiyada telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Mebel haqida ma'lumotlar olib, borib razmer olish besplatniy bo'ladi. Borib ustanobga besplatniy boshqa viloyatlarga kelishilgan narxda. Bu Xorazm bo'ylab besplatniy ustanobga ketib taxlab beramiz. Bemalol telefon ushlashingiz mumkin.